mana shu qish uchun hozirdan bitta fikr qilib ko'ringlar. Qishda buni olib kelmoqchi biz. Nima deysizlar shunga? Sizlarni ijozatinglar bilan albatta olib kelmaymiz. Buni qishda kiygan oyog'idan hech ham zax o'tmasmi? Endi bilasizlar, bizada hozirgi kunda diabet degan balo chiqqan. Qand kasalligi deydi, bir xil sahr deydi. Ana shu diabetim bor deydiganlarga bitta paypoqqa bitta dona kerak bo'ladi. Shuni olsa oyog'i ham issiq turadi. Bilasizlar, diabetchilarning oyog'i davomli muzlab turadi. Chiroyliroq deydigan bo'lsa mana bunday qiladi desa bo'ladi. Buni avgust oyida xudo xolasa olib kelamiz. İnşallah. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Suhbatimizdan davom etamizmi? Bu kiydigan brend ekan. Buni hozir egasi bilan gaplashdik. Ajoyib inson ekanlar, yoshlari katta bo'lsa ham, hozir balki diqqatni kuzatib ko'rsaydi, videoda ham ko'rasizlar. İcazatlari bilan video mavzuda ularni tushuntirishlari bo'yicha bu iplar eng yuqori sifatda, eng yuqori qatlamdagi iplar anjomli ekan. Buni shu ularni qilgan iplardan namunalarni ko'ryapsizlar. Suhbatimizning ikinci kısmına başlayacağız. Demin suhbatimizda qaysi joyda to'xtadik? To'xtagan joyi qimmat-ku. Ololmaydi-ku bizning xalqimizga. Kerak va shunisi degan gap bo'ldi. Shu suhbat davomida haqliymiz o'zimiz. Shunaqa bo'lgan odam haqliymiz. To'g'ri gapiryapman. Desa, men aytaman, to'g'ri gapiryapman. Lekin bu to'g'riligi bu bugungi kun uchun. Bu ham balki qismandir. Nima desa, O'zbekistonimiz